Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning 3D Material Eyedropper Tool degan qurolni tanishib chiqamiz. Biz oldingi soatda ustidagi Eyedropper Tool rang sumish qurolni ma'lum tanishib chiqqan. Bu qurol odatda 2D normal rasmlardagi rangni avrishga ishlatdik. Hamda uning ostidagi 3D Material Eyedropper degan buni odatda maxsus 3D rasmlarni tahrirlagan vaqtda ishlatamiz. Ko'rayotganinglardek, bu tizimlikdagi 5 qurolning tez ijro qilish ko'nikmasi hammasi o'xshash, ya'ni ayni bosqanda ijro bo'ladi. Biz oldingi soat darsda bu birinchisini so'zlagan. Hozir ostidagini so'zlaymiz. 3D ningki buni tanlagandan keyin qarasak, odatda bir ogohlantirish chiqdi. Biz buni qancha bossaqmi ishlamaydi. Shunga buni 3D rasmlarni laylagan vaqtda ishlatamiz. Buni keyingi soatlik darslarda tafsiliy so'zlab o'tamiz, lekin hozir bir rasm bilan misol qilib o'tay. Biz avval ustidagi tizimlikdan 3D degan chekib, buning ichidan ma'ni qarasak, bu yerda har xil tanlashlar bor. Biz hozir kub shakldagi, tik tutgan shakldagini tanlab, misol ishlab boqaylik. Qarasak, mana endi qalamning rangi o'zgardi. Biz buni aylantirish uchun, osti-usti o'ng-so'l aylantirish uchun ko'niktasini yeni bisib mana. Qarasak, ma'lum 3D holat bo'ldi. Bu faqat resim bir tarafdan bor, lekin biz buni sol taraf, üst tarafiga ekilish uchun cho'qim biz hozirgi qurolga ehtiyoj qilamiz. Qarasanglar, ustidagi ikki qurolniki shakli o'xshash, tanlagan vaqtdagi shakli o'xshash. Endi men ustidagini tanlab turib, undan keyin rasmni avrishga oldim. Undan keyin rang to'kish qurolidan foydalanib 3D ning ayrim mana. To'kib bersam bu ishlamaydi. Shunga buni chuqur 3D holatini tanlaymiz. Biz avrishga olgan vaqtda 3D holatida tanlab turib, 3D holatidagi rang to'kish qurolidan mana bu 3D ning ayrim. Shuning bilan qilsak, mashg'ulotimiz to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Tanladik. Biz rasmni avrishga oldik. Undan keyin bu yerdan 3D degani tanlab turib, undan keyin to'ksak, mana buni ustiga mana holatda. Endi buni chiqarib ko'rib boqaylik. Eksportning ichidan mush holatda. Undan keyin ostidagi qurol Color Sampler Tool degani boshqa rasmni mashq ishlaylik buni. Biz bu qurol orqali nimalarni qila olamiz deganda, biz bu qurol orqali rasmning rang qiymatini avrishga og'li va u rasmning asl rang qiymati bilan keyingi rang qiymatini solishtirib bo'ldi va buning bilan biz rasmni o'zgartgandan keyin qaysi rangninki qiymati oshib ketdi, qaysi rangning tuvallab ketdi, biz bu ikkisiga qarab farqlantira olamiz. Qani biz amaliy misol ishlab boqaylik. Masalan, miyag birini chekdim. Undan keyin miyag birini chekdim. Yag birini chekdim. Qarasanglar mana info. Miyagdan misi ko'rinib turdi. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, 1 2 3. Mana bu yerda 1 2 3. Hozir men yana birini qo'ymoqchi bo'lib qolsam, masalan, odamninki 4. Bu yerda 4 chiqibdi. RGB rangninki nomerlari. Buni odatda nimaga ishlatamiz desanglar, qarasanglar, har bir belgi qo'yganninki nomer o'xshamaydi. Nimishqa deganda, bu har bir nomer qo'yganninki rangi bir-biriga o'xshamaydi. Shunga rang qiymati o'xshamaydi. Biz buni masalan, men rangni azroq o'zgartirishmoqchi bo'lib qolsam, masalan, mana masalan, men azroq yorug'likni oshirib, baqiroqlikni oshirib qolgandan keyin qarasanglar, mana har bir rangninki asli holati bilan hozir holatini o'zgartgan son sifirlarni bizga ko'rsatib beradi. Masalan, meningda RGB rang qiymati bor. Buningdagi R inglizcha redning bosh harfi, red degan qizil degan bo'ladi.
G bo'lsa, inglizcha greenning baş harfi. Green degan yeşil degan bo'ladi. B bo'lsa, blue'ning baş harfi. Blue degan inglizcha ko'k degan bo'ladi. Endi rasmni loyilab, rang ba'zi egizpas chiqib qolgan vaqtda qaysi rangning eshib ketgan, qaysi rangning tuvallab ketganligini asli rasmdagi rangning nimasi qarab turib bilaysizlar. Masalan, hozir men önümni bergandan keyin aslidagi qizilninki rang qimmati 91. Hozir 130 chiqibdi buningdan. Qizilning rangi eshib ketibdi. Undan keyin 64 dan 97 ga chiqibdi, 53 dan 81 ga. Buna o'xshash. Hammasiningki qimmati eshib mangibdi. Ba'zida kamlaydi. Qarasak, buningki ko'pincha ranglari sariq, oq, qora, musholatli ranglar uchun shunga eshib mangibdi. Lekin ba'zi rasmlarda bu rangning qimmati, masalan, ba'zidan ko'k eshib ketgan bo'lsa, ba'zidan qizili kamlab ketadi. Undan keyin sizlarda qarab turib, men o'zinglarni rangni nima qilib turib, buni hozir ko'k rangning sal tuvankan, ko'k rangni sal bekroq bersam bo'lgan yoki qizil rang eshib ketibdi, qizil rangni sal tuvalasam bo'lgan deganga o'xshash o'zinglar rangni shu holatda tangshakib bora olasizlar. Buni shu holatda ishlatib olsang bo'ldi. Undan keyin bu yerdan bu RGB ning emas, boshqa rangning turlari bor. Mana RGB, CMYK, Web Color hamma rangning turlari bor. O'zinglar shuni o'zgartib, hozir men CMYK ninki 4 xil rang qimmati. Buning bir-biriga o'xshamaydi. O'shani qarab foydalansanglar bo'ldi. 4-chi qurolimiz chizg'ich quroli. Biz bu qurol orqali rasmning ichidagi ma'lum qismning egizligini, kengligini va qiypash rasmlarningki graduslarini o'lchagili bo'ldi. Qani biz bir misol ishlab boqaylik. Buni miyadan tortib miyaqchi bo'lgan orliq qarasanglar mana 4464 da 18. Bu egizlik kenglikni chiqarib berdi. Miyadan ko'rsanglar bo'ldi, bu men qilib qolsa BMK info. Men 80 bo'ldi. Agar men chiqmay qolib qolsa, men Windows'ning ichidan qarasanglar, miyada info F8. Agar miyada topolmasanglar, men tizimlikdan shu Windows'ning ichidan bir şeyga to'g'ri belgi qo'yib olsanglar bo'ldi. Ustida ko'ra olasizlar, lekin miyada ko'ra olasizlar. Bundan keyin men taxmin qilishtirib, buni ichidagi ma'alliqchi bo'lgan orliqqa 270 piksel. Undan keyin men gradusni o'lchmoqchi bo'lib qolsak yoki egizlikni, masalan, egizlikka 366 piksel. Undan keyin mening gradusni o'lchmoqchi bo'lib qolsak, o yerda 4 gradus. Hammasi chiqadi bu yerdan. Uzunlik, kenglik, egizlik, gradus soni hammasi chiqadi. Buni musholatda ishlatsam bo'ldi. Undan keyin yana bir qurolimiz Note Tool. Bu odatda rasmlarning ustiga biz xohlagan xatlarni kirgiza olamiz. Masalan, bu rasmni men ishlab boqaylik. Buni kirgiza olamiz deganimda, masalan, odatda normalda bir xat chizish uchun xat chizish quroli, maqurol orqali kirgizamiz normalda xatni. Lekin bu yerga kirgan xatlar, masalan, men xatni chizgan bo'lsak, bu xat rasmni eksport qilib chiqargan vaqtda birga chiqadi bu. Lekin biz hozir men rasmni loyilaganda ko'rinadigan, lekin eksport qilib chiqargan vaqtimizda rasmni biz ko'rinmaydigan bir iqtidor lozim bo'ldi. Shu vaqtda mush quroldan foydalansak bo'ldi. Masalan, biz ya bir xarit tarjima qilmoqchi yoki biz material tarjima qilmoqchi yoki bir jadval tarjima qilmoqchi. Masalan, jadvalning ichida inglizcha qolib qolsa, uyg'urchani tarjima qilmoqchi yoki uyg'urcha qolsa, buni arabcha, inglizcha boshqa turli tarjima qilmoqchi bo'lib qolsak, bizga shu materialni bergichi ma'noga yozing deb bersa, buni agar bishkita olib qolsa, esimizda turgan bilan birabat jiq narsa olib qolsa, ba'zi esimizga ololmaymiz. Shu vaqtda qaysini qanday tarjima qilishni bir yerga yozib olsak, bu hammasi qilib o'xshash bir yerga yozilgan chaqda ba'zi uqilmaydi. Shunga buni hammasini tarjimani o'zining ustiga yoki yin tarafiga chiqadigan qilib qo'ymoqchi bo'lib qolsak, masalan, Kanadani yerga men ma'lum bilan belgi qo'ydim. Undan keyin Kanada deb yozib oldim. Undan keyin Braziliya.
Ondan keyin Amerika. Yezib bo'lgandan keyin qaysi chaploqning ustiga olib olsanglar, shu yerdan o'ng tarafda bizga nimasi chiqadi. Buni odatda yezig'ini hammani yezib bo'lgandan keyin eksport qilib chiqarsak, masalan biz hozir mush odatda chiqirli desak, testning ichiga xaritada qarasanglar mana bu yerda yo'q. Bu yerda biz kirgizib qo'ygan notning hech qaysi yo'q. Buni mush holatda foydalansanglar bo'ldi. Bu qismliq darsimiz mush yerda oxirlashdi. Yana bir qism dars ko'rishsa salomat bo'linglar. Allohga omonat.